Assalomu alaykum azizlarim. Sizlar bilan aynan juma ayyomida, qolaversa bugun Qurbon hayiti ayyomida ko'rishtirganimdan juda ham xursandman. Ilohim nimaiki ezgu niyatinglar bo'lsa, niyatinglarga yetinglar. Ilohim hoji ona, hoji ota bo'lib, farzandinglarni rohatini ko'rib, ilohim farzandsizlarga ham ilohim qoriya farzandlar berishni men Allohdan tilab qolaman. Nimaiki ezgu niyatinglar bo'lsa yetishib yurishinglarni men chin dildan tilayman va sizlarni hammalarni yana bir bor Qurbon hayiti ayyomi bilan tabriklayman. Demak, azizlarim, omadli bilimdon o'yinini yana yangi soni efirda. Endi azizlarim, baribir men ming norozi bo'lsanglarda o'yinni qonun qoidasini har safar tushuntirib o'tishga majburman. Chunki negativlar yozishyapti, lekin admin mendan shuni talab qiladi. Demak, azizlarim, bu xayriya o'yini bo'lib, men bilan ishlagan Shahnoza degan singlimiz bor. U 3 ta bolasi o'lgandan keyin qaynonasi sig'dirmasdan uni ko'chaga haydab yuborgan. Hozir birovlarning uyida qiynalib yashayapti. Men o'zim unga endi Alloh rozi bo'lsin, ustotu yer olib berdim, lekin uy qurib berishga to'g'risini aytsam qurbim yetmayapti. Sizlarning ko'magingizda Alloh nasib qilsa unga hech bo'lmasa 2 xonagina uy qurib beramiz. Demak, o'yinimizning qonun qoidasi shundan iboratki, men har juma sizlarga birorta bir savol beraman. Sizlar mana shu plastik raqam, mana shu nomerga ulangan, mana shu nomerga ulangan. Shu plastik raqamiga 10.000 so'm pul tashab, o'z taxminiy javobinglarni aytasizlar. Agarda kimda kim meni savolimga birinchi bo'lib to'g'ri javobni yo'llasa, men uni plastikiga 500.000 so'm pul tashab beraman. Savollarni qanaqa qilib jo'natamiz desanglar, xohlang Telegramdan, xohlang kommentariyaga, xohlang сообщение qilib, xohlang ovozli xabar qilib, hattoki telefon qilib bo'lsa ham savolinglarni bemalol hamma jihatdan yo'llashinglar mumkin. Yana qaytaraman, kimda kim birinchi bo'lib to'g'ri javobni yo'llasa, men uni plastikiga 500.000 so'm pul tashab beraman. Demak, azizlarim, o'tgan safargi savolimiz qanday edi va kim g'olib bo'ldi? O'tgan safargi savolim shundan iborat ediki, Titanikka bag'ishlangan kitobda shunday iboralar bor. Titanik cho'kishi fojiasida eng qayg'uli voqea shunday bo'ldiki, bizning sharqimizning shoiri, allomasi Dahoning juda ko'p to'rtliklari, she'rlari hamda qo'lyozmalari ham Titanik bilan birga cho'kib ketdi. Chunki uning juda ko'p she'rlari Titanikka ortilgan edi. Azizlarim, bu shoir Daho qaysi, ya'ni sharqda o'tgan qaysi shoir edi? Azizlarim, bu savolga birinchi bo'lib Toshkent shahrida Olmazor tumanida istiqomat qiluvchi Mirjalol Saidov degan yigit javob berdi. Bu savolning to'g'ri javob Umar Hayyom edi. 6 ta to'g'ri javob keldi. Baribir o'yinimiz qoidasiga ko'ra Mirjalol birinchi bo'lib to'g'ri javobni yo'lladi. Demak, azizlarim, men Mirjalolni tabriklayman. Endi bu safargi savolimni eshiting. Bu safargi savolim shundan iboratki, Payg'ambarlar kitobida shunday iboralar bor. Olimlar shuni aniqlashdiki, juda ko'p quvg'inlarga uchragan payg'ambar aynan Qoraqalpog'istonga kelib yashab, shu yerda vafot etgan ekan. Bu payg'ambar kim? Yana qaytaraman, juda ko'p quvg'inlikka uchrab, aynan Qoraqalpog'istonda qo'nim topib vafot etgan ekan. Bu payg'ambar kim? Demak, azizlarim, men sizlarni taxminiy javobinglarni umuman javobinglarni kutib qolaman. Keyin yana bir narsa, juda ko'pchilik
Shahnozada bir sir bormi? Atigi 10 ming so'm pul tashlab, shunaqangi ishim yurishib ketdi, shunaqangi yo'llarim ochilib ketdi deyishyapti. Yo'q, Shahnozada sir yo'q. Lekin u ota-onasini 8 yilda topgan farzandi. Men o'zim ham ba'zi paytda hayron qolaman. Mana nima deb duo qilsa shu bo'ladi-da, hayron qolaman. To'g'ri, endi avvalambor Alloh, lekin Allohim ba'zilarni duosi o'tadigan qilib yaratib qo'yadi. Demak, azizlarim, sizlarni yana bir bor Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Ilohim orzularingizga yetishib yuringlar. Albatta, men sizlarni javobinglarni kutib qolaman. Like bosishni, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolargacha xayr azizlarim.